Elektr energiyasi nafaqat insonlar xonadoniga yorug'lik olib kiradi, balki qulaylik va taraqqiyotning muhim resurslaridan biri hisoblanadi. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining olis hududlaridan biri Boqi-Chig'atoy qishlog'ida ko'p yillardan buyon elektr energiyasi tanqisligi mavjud edi. Bugun esa hududda o'zgarishlar yuz berdi. Amalga oshirilayotgan ishlar xususida muxbirimiz so'z yuritadi. Qo'shrabot tumanining Do'stlik mahallasiga qarashli olis Boqi-Chig'atoy qishlog'i. Bu yerda yashovchi aholi qariyb 20 yil davomida elektr energiyasiz hayot kechirdi. Kech tushishi bilan xonadonlarni zulmat qoplar, zamonaviy maishiy texnikalardan foydalanish esa ko'pchilik uchun orzu bo'lib qolardi. Markazdagi tanishlarim umuman menga ishonishmagan. Nimaga? Chunki uyimizda svet yo'q degan gapimga ishonishmagan ular. Rostdan ham lekin uyimizda svet bo'lmagan. Kez kelganda shamda, chiroqlarda dars qilardik. Bolalarimiz ertalab maktabga ketadi, yo'l uzoq, maktabimiz ham uzoq, kechasi dars qilishga qiynaladi. Bugun esa ushbu qishloqda uzoq yillardan buyon kutilgan o'zgarishlar boshlandi. O'rganish ishlari natijasida hududdagi muammo amaliy yechim topmoqda. Elektr toki bilan yashash boshqacha, maishiy texnikalar ishlatamiz xudo xolasa. Shaharlik ayollardek tajribalar qilamiz. Farzandlarimizga ancha qulay bo'ladi. Kompyuter, notebook, Wi-Fi'lar keladi. Boqi-Chig'atoy qishlog'iga 120 dona beton tayanch ustun olib kelindi. Elektr uzatish tarmoqlari tortildi. Bundan tashqari quvvati 160-10 kilovat bo'lgan transformator ham hududga olib kelinib, elektr ta'minotini yaxshilashga qaratilgan qurilish montaj ishlari boshlab yuborildi. Ba'zan bitta elektr tarmog'i shunchaki sim va ustunlardan iborat bo'lmaydi. U uzoq yillar kutilgan qulaylik, ishonch va ertangi kunga bo'lgan umidni ham olib keladi. Boqi-Chig'atoy qishlog'ida esa aynan shunday o'zgarishlar bugun hayotga tatbiq etilmoqda. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.